Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugungi ishimiz ham tayyor bo'ldi. Bu ishimiz Andijon viloyati Bulovosh tumaniga qo'yganmiz. Bu ishimiz tanishtirib o'tadigan bo'lsak, o'xshi uzunligi 14,5 metr, bo'ylari 270 bo'lgan. Bularimiz rangi zolotoy dub deyiladi. Aynaklari bir qavat yo'diy bo'lgan. Xo'p, ustunlarni har doimgidek alkofon bilan o'raganmiz. Shularni ham bir ko'rsating. Bu yerimizga ikki qanotli eshik qo'yilgan. Eshiklarimiz ochilib yopilishlari ham xudo xolasa yaxshi. Keyin ustunlar orasini 4 ko'zdan qilganmiz, o'rtadan bitta ochilishga berganmiz. Bu ham xuddi shunday o'rtadan bitta ochilish bo'lgan, bu chekamizda ham bitta ochilish bo'lgan. Ularda ham ustunlarni alkofon bilan o'raganmiz har doimgidek. Keyin yonboshida ham bitta romimiz bor. Bu yerimizda havo aylanish uchun portishkalar qilib berganmiz. Bu yerimizni ham shu burchak qilib alkofon bilan o'raganmiz. Xo'p, yana bu yerda ham ishimiz bo'lgan. Biz xudo xolasa bu ishimizga ham mana 2 yil bo'ldi. Haligacha o'zgargani yo'q. Holatlari yaxshi turibdi. Bularimiz 2 qavat oyna bo'lgan, padag'onliklari bo'lgan, eshiklari 2 qanotli eshigi bo'lgan. Romlarimiz har doimgidek o'rtadan bittadan ochilish bo'lgan. Xo'p, endi bu ishimizni narx-navosiga gapiradigan bo'lsak, xo'p, bu ishimiz общий kvadrati 40 kvadrat chiqqan. Xo'p, 40 kvadratimiz 550 ming so'mdan 22 millionga tushgan. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqa olasizlar, xudo xolasa ko'ngildek qilib o'rnatib beramiz. Uyda egasini ham suhbatga tortaylik. Botir aka, ishlarimiz yaxshimi sizga? Yaxshi, rahmat, yaxshi. Qalay, ko'ngildek bo'ldimi aka? Yaxshi, rahmat. Chiroyli chiqdimi? Chiroyli, yaxshi bo'ldi, rahmat. Narxlari qanaqa bo'ldi? Narxlari yaxshi. Sizga yoqdimi aka ishlarimiz? Yaxshi, rahmat. Xudo xolasa ishimizda kamchilik qolmadi aka, xudo xolasa mana sizga yoqadigan olib chiroyli qilib qo'ydik. Xursandmisiz aka? Xursandman, rahmat. Mana sizlar ham nima bo'linglar, mana mashvora qilib berdi, rahmat. Kimga mana YouTubedan ko'rib tomosha qilib turgan yurtdoshlarimizga tavsiya bera olasizmi? Mana sizlar ham qildiringlar, mana yaxshi nimalar sifatli, yaxshi. Nimasi yaxshi ekonomishli. Xudo xolasa hamma ham bo'ldi, narxlar ham aka. Hamma yo'q. Keyin aytilgan kunga olib kelib qo'yib berdim aka, kunlar cho'zilib ketmadimi? Yo'q, cho'zilmadi, yaxshi, rahmat. Xudo xolasa dagovordek bo'ldi aka, ko'ngildek bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Xudo xolasa bir-birimiz tushungan holatda bo'ldi aka. Xafagarchilik bo'lmadi. Bo'lmadi, yaxshi, rahmat. Bo'ldi, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Usta o'zimman, xudo xolasa 10 yildan beri shu ish sohada yuraman. Aytsanglar, liboy turdagi plastmassa, alyumin hammasidan bor, termolar ham bor. Aytgan turdagilarni qilib, o'borib o'rnatib bera olamiz. O'rnatib berishlar, ustanobchalari bepul. Hammaga rahmat.